books. This captures absolutely nothing. Uylar ajoyib. Hop, Germaniyadagi bu lager zavodga keldi. Mana hozir Utbildingga kiramiz ichkariga. Eski modellari, lagerlarni. Hop, bu odam to'g'risida ozgina ma'lumot. O'sha mashina stanoklarni yasagan odam, mashina stanoklarni yasagan odam. Ikkinchi jahon urushida ham xizmat qilgan ekan. Birinchi mashinalarni ishlab chiqargan. Hozirgi oxirgi 95-yillik rasmlari ham bor ekan. Bu o'tgan yil necha yil oldin ham vafot qilgan. Hozir bu kompaniyani o'g'li boshqarayotgan ekan. Ajoyib. Tak. 2007-yilning oxirgi rasmi ekan bu. Zavod juda ham katta. Ajoyib. 2020-yilda chiqarilgan yangi mahsulotlar mana shu. Sizlarga tavsiya qilamiz, kelib malaka oshiringlar. Ko'p ma'lumotlar olinadi. Nemislar o'zi ham kelib bir yilda 2 marta mana shunaqa o'qishda o'qib ketar ekan.